11-ci savolni ko'ramiz. 2020 gram kaliy nitrat eritmasida 4 mol tuz bo'lsa, demak kaliy nitrat eritmasi berilgan. Demak, eritmasi demak tarkibida suv ham bor. Jami eritmani massasi 2020 gram ekan. Shu yerda erigan modda biz uchun kaliy nitrat tuzi 4 mol berilgan. Eritmaning foiz konsentratsiyasini toping desa, demak birinchi o'rinda qiladigan ishimiz erigan moddani massasini topamiz. Kaliy nitratimiz 1 molini massasini bilamiz. Kaliyimiz 39, azot 14, kislorodimiz 3 48, demak 101 gram bo'ladi. Shuni lekin 4 molini topishimiz kerak, chunki 4 mol berilgan. 404 gram demak erigan modda bo'ladi. Moddani foiz konsentratsiyasini topishimiz uchun demak umumiy eritmamiz massasi 100%. Erigan moddani massasi 404 gram. Demak foiz topamiz. 404 ni 100 ga ko'paytirib 2020 ga bo'lamiz. Demak javobimiz 20% chiqar ekan. Ikkinchi masalani ko'ramiz. 12-chi masalamiz. Eritmaning hajmi qanday aniqlanadi? Eritmaning hajmi, demak erigan moddaning hajmi, eritmaning hajmi doim ularning zichliklariga ko'paytmasi orqali aniqlanadi. Javoblarni ko'rib chiqamiz. Erigan moddaning miqdori shu eritmaning massasiga ko'paytiriladi deyildi. Ikkinchi javobimiz erigan moddaning gram ekvivalent miqdori eritmaning normal konsentratsiyasiga bo'linadi. Keyingi javobimiz erigan moddaning massasi ayni erigan moddaning ekvivalent massasiga bo'linadi deyilgan. Erigan moddaning ekvivalent miqdori shu eritmaning zichligiga bo'linadi deyilgan. Demak, javoblarni ko'rib chiqishimiz kerak. Sen normallikni topayotgan paytimizda topadigan formulamizda molyarlikni topadigan paytimizda erigan moddani molini uni hajmiga bo'lar edik. Normallikda esa erigan moddani ekvivalent moli bo'ladi. Uni hajmiga bo'lamiz. Yana aytyapti shu yerda erigan moddaning gram ekvivalent miqdorini, ya'ni ekvivalent miqdorini, molini demoqchi, n ekvivalentini shu eritmaning normal konsentratsiyasiga bo'linadi. Keyin shu yerdan hajm topib olsangiz, demak erigan moddaning ekvivalent miqdorini uni normalligiga bo'lamiz. Demak javobimiz B javob bo'lar ekan. Keyingi masalani ko'ramiz. 13-masala. 4 molyarli hamda 1 molyarli eritmalar aralashtirilganda 3 molyarli eritmadan 1,2 litr hosil bo'ldi. Buni qaychiga qo'ysak osonroq chiqadi. 3 molyarli o'rtaga olingan 4 molyarli hamda 1 molyarli eritmalar aralashtirilgan. 3 molyarlidan 1,2 hosil bo'ldi. 3 molyarli o'rtaga bo'lgani uchun demak ikkalasi bo'lgan nisbatlarni qo'shamiz. Shunga 1,2 ni tenglashtiramiz. Mana bu hosil bo'lgan o'rtadagi 3 raqami ikkalasining yig'indisi. Yana 3 emas lekin. X, Y deb bularni hajmlarini topib olamiz. 1,2 ni 2 ga ko'paytirsangiz 2,4, 2,4 ni 3 ga bo'lsangiz demak 0,8 litr chiqadi. Keyingisi 1,2 dan 0,8 ni aytsangiz demak 0,4 litr chiqadi. Bizda millilitrga so'rayapti, shu uchun 800 millilitr hamda 400 millilitr bo'ladi. Demak javobimiz D javob. 14-masalani ko'ramiz. 163 gram 10% natriy gidroksid eritmasi 7 farad tok bilan elektroliz qilinganda eritma necha foizi eritma hosil bo'ladi? Natriy gidroksid eritmasi elektrolizga uchramaydi. O'rniga suv uchraydi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz 163 gram eritmamiz 10% ekan. Erigan moddani eritmamizning massasi demak
163 gram erigan moddan natriy gidroksid deb qo'yaman. Uni foizi massasini topib olamiz. 163 ni 0,1 ga ko'paytiramiz. Demak, 16,3 gram natriy gidroksid bu dastlab bo'lgan ekan. 7 farad tok bilan elektroz qilindi. Natriy gidroksid elektrozga uchramaydi, o'rniga suv elektrozga uchraydi. Demak, suvni 1 farad tok bergan paytimizda ekvivalent massasiga to'g'ri kelgan holatda reaksiyaga kirishadi. Ya'ni 9 gram suv elektrozga uchraydi 1 faradda. 7 farad tok berilsa, demak 63 gram suv elektrozga uchraydi. Endi qolgan eritmani massasini topamiz. 163 gram eritma bor edi, 63 gram suv elektrozga uchradi. Demak, qolgan eritmamizning massasi bu qolgan eritmani massasi. Qolgan eritmamiz massasi 100 gram ekan. Natriy gidroksidimiz elektrozga uchramaydi, shuning uchun uni massasi o'zgarmaydi deb topamiz. Va foiz konsentratsiyani topib olamiz. Demak, erigan moddaning massasi demak 16,3 ni 100 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Demak, 16,3 foizli eritma hosil bo'lar ekan. Dastlab 10% edi, 16,3 foizli eritma hosil bo'ldi. Demak, eritmaning konsentratsiyasi oshdi. Nimani hisobidan oshdi? Suv elektrozga uchragan, ya'ni eritmaning massasi kamayish hisobidan ortdi. Demak, javobimiz 16,3 ekan. Keyingi masalani ko'ramiz. 15-masala. X foizda to'yingan metal sulfat tuzining 32 gram kilogram eritmasi, demak 320 gram eritmasi Y gradusgacha qizdirildi. Hosil bo'lgan eritmani to'yintirish uchun 15/19 mol tuz qo'shildi. Noma'lum tuzni aniqlang. X gradusda eruvchanligi 60 ga teng, Y gradusda esa 120 ga teng debdi. Demak, metal sulfatimiz 320 gram dastlab eritmasi berilgan ekan. Shu X gradusda turibdi. X gradusimizni eruvchanligi 60 ga teng. Demak, 60 gram tuzimiz 100 gram suvda eriydi va bu 160 gram eritma hosil qiladi. Keyin shu tarkibda qancha tuz, qancha suv borligini topib olaman. 320 gram eritma tarkibida qancha suv, qancha tuz bor. 160 bilan 320 2 marta katta bo'lgani uchun, demak 120 gram tuzi bor, 200 gram suvi bor deya qo'yaman. Suv qo'ydim. Ana endi 50 gradusgacha qizdirildi. Demak, qizdirilsa, yana uning ustiga tuz qo'shiladi. Lekin suvimiz o'zgarmaydi. Suv qo'shildi deyilmagan, faqat tuz qo'shildi deyilgan. Demak, 200 gram suvimiz o'shanday qoladi, aytyapti. Y gradusgacha qizdirilganda 120 gram tuzimiz 100 gram suvda va shu 220 gram eritma hosil bo'ladi. Manda 200 gram suv chiqdi. Demak, 200 gram suvda qancha tuz erishini topaman. 240 gram tuz erirkan. O'zi masala shartiga aytilgan edi. Masala shartida aytilganki, dastlab X gradusgacha qizdirilganda deyilgan, 120 gram tuz eriygan X gradusgacha qizdirilsa, Y gradusgacha qizdirilsa, o'sha sharoitda, demak 240 gram tuz eriygan. Demak, necha gram yana qo'shilganligini topishimiz uchun 240 dan 120 ni ayirib tashlaymiz. Demak, 120 gram tuz qo'shilgan ekan. Bizga tuz qo'shilgan tuzni massasini topib oldik, lekin bizga qo'shilgan tuzni moli berilgan. Molekulyar massani topishimiz kerak. Demak, molekulyar massani topishimiz uchun berilgan molga qarab molekulyar massani topib olamiz. Demak, 120 miz 15/19 ga teng, 1 molga X deymiz. Demak, 120 ni 15 ga bo'lib 19 ga ko'paytirishimiz kerak. Kvadrat tenglamalarni yechadigan paytimizda, demak, 120 ni 19 ga ko'paytirib 15 ga bo'lamiz.
ko'paytirishga o'tkazib yuborsak. 120 ni 15 ga ko'paytirib olamiz. 19 ga ko'paytirib olamiz. 15 ga bo'lamiz. 152 chiqadi ekan. 152 demak bu metal sulfatimizning massasi. 152. Bu metal sulfatning massasi. Hech qanday indeks yo'q, shuning uchun 152 dan 96 ni ayirib yuboramiz. Metalning massasi kelib chiqadi. 56 ekan. Demak 56 degan metalimiz bu temir. Javobni belgilaymiz. Keyingi masalaga o'tamiz. O'n oltinchi masala. Zichliklari deyildi. 0,8 va 0,2 mol bo'lgan eritmalar aralashtirilganda 1200 kilogramm zichligi 0,4 bo'lgan eritma olindi. Dastlabki eritmalarning zichliklarini aniqlang. Demak, shunda idish berilgan deymiz. Dastlabki zichligi zichliklar nisbiy olingan deyilibdi. Mayli. Demak, zichlik barobar dastlab 0,8 bo'lgan. Ikkinchi idishimizning zichligi esa 0,2 bo'lgan. Ikkalasi qo'shilib mana bu yerda eritma hosil bo'lgan va mana shuni zichligi 0,4. Bu 1200 kilogrammda. Qaychiga tashlab ko'ramiz. Qaychi bilan chiqishi mumkin. Demak, 0,4 zichlikli eritma olingan. 0,8 va 0,2 qo'shilgan. Bu 0,2, bu 0,4. 0,4 eritmasining massasini berganligi uchun ikkalasini qo'shamiz. 0,6 bo'lgan paytda 1200 gram bo'lyapti. Dastlabkilarning massasini topib olamiz. 0,6 12. Demak 2 marta katta bo'lsa, demak bu 400. Bunisi esa 800. Birinchi 0,8 ni so'ragan, demak 400. Ikkinchisi esa uni so'ragan 800. 800 400 degan javob bor ekan. Mana shu javobni olamiz. 17-chi savol. Noma'lum ekvivalentli metal sulfatning suvli eritmasida tuzning massa ulushi 19/55 ga teng. Agar eritma tarkibidagi kislorod atomlari sonini vodorod atomlari soniga nisbati 5/8 ga teng bo'lsa, noma'lum tuzni aniqlang. Tuzning gidrozlanishini hisobga olmang. Yaxshi. Demak, ekvivalentli metal sulfat bo'lgan ekan. Metal sulfat berilgan deyman. Va tarkibida suvi ham bor. Qarang, tuzning massa ulushi 19/55 deyapti. Keling, ikkalasining massasi 55 gram olaman. Metal sulfatning massasi esa 19 gram. Shunda suvning massasini topishim uchun 55 dan 19 ni ayiramiz. 36 gram suvning massasi ekan. Yozdim. Shu yerdan metal sulfatni molini ham topib bilamiz, lekin suvning molini topib bilamiz. Demak, suvning moli 2 mol ekan. Agar eritma tarkibidagi kislorodni vodorodni atomlar soniga bo'lgan paytimiz nisbat 5 ga 8 bo'lsin deyapti. Demak, metal sulfatni keling, molini o'zimdan x mol olaman. O'shanda kislorodni moli 4x bo'ladi. Suvni moli 2 mol. Tarkibda bitta kislorod bo'lgani uchun 2 bo'ladi. Formula dastlab kislorodniki deb qo'ydim. Ana endi vodorod topishim kerak. Vodorod topadigan paytimda metal sulfat tarkibida vodorod yo'q. Suv tarkibida vodorod bor 2 ta. Moli ham 2. Demak 4 ga bo'laman. Teng 5/8 bo'lishi kerak. Shu tenglamani yechamiz. Demak 4x plus 2 tenglik 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan bo'lingan 8. 4 kere 5 20. 20 ni 8 ga bo'lib olamiz.
yoki 8 ga ko'paytirib olsak ham bo'ladi. Demak, 4 kere 8 32 plus 16 teng 20. 32x. Demak, yechamiz, bir yozamiz. 32x teng 20 minus 16. 32x teng 4. Demak, x teng 4 ni 32 ga bo'lsangiz 1 taqsim 8. Demak, 0,125 mol chiqadi. Chunki x'imizda metal sulfat mol deb oldik. Massasi berilgan 19. Molekulyar massasini topmoqchi bo'lsangiz, massasini moliga bo'lib olamiz. 0,125 ga bo'lish degani demak 19 8 ga ko'paytirish degani 152 chiqadi. 152 dan metal sulfat bo'lganligi uchun 96 ni ayirib tashladim. SO4 ni. Metal kelib chiqadi. Demak, metalimizni topishimiz uchun 152 dan 96 ni ayiramiz. 56 ekan. Demak, bu javob ham temir bo'lar ekan. 8-savolni ko'ramiz. Quyidagi qisqa ionli tenglamasi yuzaga kelishi uchun qanday moddalar o'zaro ta'sirlashishi kerak? Temir +2 ioni hosil bo'lgan va suv hosil bo'lgan deyapti. Keling, bitta-bitta muhokama qilamiz. Temir bilan H xlor reaksiyaga kirishsa, temir xlor ikkisi ekvivalentlisi hosil bo'ladi. Demak, bizga temir 2 chiqsin degan. Shu javobimiz bizga yaqinroq bo'ladi va suv ham chiqsin deyilgan shartida. D javobimiz ham temir ekvivalentli. Temir oksidi hamda sulfat kislota. Temir sulfat hamda suv chiqadi. Bu ham to'g'ri keladi. Lekin qisqa ionli deyilganligi uchun temir xlor 2 da vodorod chiqmaydi-ku. Shuni hisobidan kislorod chiqmaydi. Shuni hisobidan bu javobni ola olmaymiz. Demak, temir bilan H xlor reaksiyaga kirishgan paytda faqatgina vodorod chiqadi. Demak, temir oksidi bilan sulfat kislota reaksiyaga kirishgan paytda temir sulfat va suv chiqadi. Demak, javobimiz D javobi ekan. Qolgan javoblar to'g'ri kelmaydi. Chunki qolganlarda vodorod chiqadi. Temir C javobimizda temir 3 oksidi bilan H xlor reaksiyaga kirishgan paytda temir 3 valentli. Bizda temir 2 valentli bo'lishi kerak. Shuning uchun D javobini olamiz. 19-savol. Mis2 sulfat eritmasiga qaysi moddani qo'shganimizda ko'k rangli cho'kma hosil bo'ladi? Mis sulfat eritmasi qachon ko'k bo'ladi? Qachonki uni gidroksidi bo'lsa, mis2 gidroksid bo'lsa, ko'k rangli cho'kma hosil bo'ladi. Bariy xlorid bilan reaksiyaga bormaydi, chunki unda OH yo'q. Shuning uchun natriy gidroksidni belgilaymiz, chunki bunda ishqor kuchliroq natriy misdan ko'ra. Shuning uchun gidroksid eritmasi hosil bo'ladi va natriy sulfat tuz hosil bo'ladi. Javobimiz D javob. 20-savolni ko'ramiz. Natriy sulfat dissotsiyalanish natijasida zarrachalar soni 2,2 marta ortgan bo'lsa, dissotsiyalanish darajasini aniqlang. Suv zarrachalari va uning dissotsiyalanishi hisobga olinmasin. Natriy sulfat dissotsiyalangan, demak, natriy 2 ta ion chiqqan plus sulfat ionidan bitta hosil bo'lgan. Natriy sulfat molekulasi tuzning o'zi ham ortib qolgan. Bizga aytayaptiki, dissotsiyalanish natijasida zarrachalar soni, zarrachalar deganda ham ion, ham molekula, demak, ham natriy va SO4 ionlari va natriy sulfatni ortib qolgani, barcha zarrachalar 2,2 hosil bo'lgan deyapti. Keyin natriy sulfat ikkalasidan 1 mol olaman. Natriy sulfatdan x mol reaksiyaga kirsa, natriydan x, sulfatdan ham x mol hosil bo'ladi. Natriy sulfatni ortib qolgani esa 1 minus x. Mana shu hosil bo'lgan zarracha va ionlarning jami yig'indisi 2,2 ekan. Demak, 2x plus 1 minus x teng 2,2 bo'lishi kerak. Tenglamani yechamiz. 3 dan
bir narsa demek 2x teng 2,2'dan bir narsangiz 1,2. X barobar 0,6. Demek dissotsiyatsiya darajasini topsangiz 1 mol olgan edik 100%. X molimiz dissotsiyalangani. Shu uchun x deb 0,6 ga x deb dissotsiyatsiya darajasini topamiz. Demak 60% chiqadi. Demak javobimiz A javob ekan.